Tayyorlash jarayonini o'zida o'zimiz so'laylarim oqib ketdi. Hozir sizga rostdan ham so'lay bezlaringizni ishlatib yuboradigan bahoriy salat tayyorlab beraman. Uning uchun bizga birinchi o'rinda rovoch, dovcha, qurt, limon va kivi kerak bo'ladi. Rovochni mana shunaqa suvligini olsangiz, vashshe mazali chiqadi. Tozalab olgan rovochimizni to'g'rab olamiz. Ketidan dovchalarni to'g'rab olamiz. Ketidan qurtlarimizni ham maydalab olamiz. Maydalab olgan qurtimizni sepib chiqamiz. Tabga ko'ra tuz yaxshilab aralashtiramiz. Aralashtirib olgan salatimizga yarimta limonni siqamiz. Va nihoyat bahoriy salatimiz tayyor bo'ldi. Endi buni tatib ko'rish kerak. Bismillah. Men kutgandan ham yaxshiroq. Ishoning, tayyorlayotgan jarayonimni o'zida so'laylarim oqib ketdi. Siz ham bitta tayyorlab yeb ko'ring. Dovchalarni danaga qotmasdan tayyorlasangiz zo'r chiqadi, xudo xolasa. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasiz. Rostdan ham maza qilasiz. Ayniqsa bu videoni homiladorlar ko'rsa, to'g'ri tayyorlab yeb ko'rishadi.